Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz, necha yildan beri shu kompaniyada ishlayapsiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men Usmonov Hasanboy. Ukaset firmasida yaqin 1 yildan beri ishlayman. Asosan qiladigan ishlarim apalavka tiklash, regl apalavkalari, asosan apalavka ishlari bilan shug'ullanaman. Xo'p, Hasanboy, 1 yildan beri shu kompaniyada ishlar ekansiz. Sizni nima olib qoldi bu kompaniyada ishlashga? Kompaniyasida ishlash menga yoqadi, sababi bu yerda usta mehnati qadrlanadi. Birinchi o'rinda va o'sha texnika, o'sha xavfsizlik qonun qoidalariga qat'iy rioya qilinadi. Shu taraflar menga yoqadi, keyin oyliklar vaqtida beriladi. Tushunarli. Xo'p, Hasanboy, nima uchun aynan Ukaset kompaniyasini tanlaganingizni yoki shu kompaniyaga qanday kelib qolganingizni ayta olasizmi? Kompaniyaga kirib kelishimni aytadigan bo'lsam, o'sha o'zimni qishloqlik akam shu joyda Ukaset firmasida ishlardi. U akam menga aytdi, shunaqa o'zimga ish kerak edi, to'g'risi. Ishlashim kerak edi. U akam aytdi, shunaqa firma bor, oyliklari yaxshi, sharoitlari yaxshi deb tushuntirdi. Men kelib ko'rdim, haqiqatan aytganchalik bor va bu menga yoqdi. Shundan beri men Ukaset firmasida ishlab kelyapman. Sizga ma'qul keldi. Tushunarli. Xo'p, qarang, quruvchilarga yaratilayotgan sharoitlar va jamoaviy munosabat qanaqa sizlarda kollektiv bilan? Team workingni aytyapsiz. Ha. Umumiy quruvchilarga yaratib berilgan sharoitlar juda ham yaxshi. Oziq-ovqatlarga to'xtaladigan bo'lsak, ular ham hammani qoniqtiradi. Oziq-ovqatlar vaqtida bo'ladi. Obed ham, kechki ovqat ham. To'g'risi bu bizga yoqadi. Sharoitlar hammasi yaxshi. Jamoaviy ishlashlar bizda teamworking yaxshi shakllangan. Sababi, masalan, har bir usta o'ziga berilgan ishlarni alohida qiladi. Misol uchun men apalavchi bo'lsam, kolonna tiklayman, naqalarni faqat apalavka ishlarni qilaman. Karkaschilar bo'lsa, karkasini to'qiydi. Shunda ish sifati ham, ish yurishi ham juda ham yaxshi darajada o'sadi. Ish tezlashadi. Teamworking bizda yaxshi shakllangan deb aytmoqchiman-da. Ma'qulligi uchun ishlab kelyapmiz shu paytgacha. Hasanboy, shu ishlash mobayningizda shu kompaniyada birorta qiziqarli voqea bo'lganmi sizda? Bunday voqealar to'g'risi juda ham ko'p bo'lib keladi. Lekin bularni aytishni o'zimga joiza bilinmas. Sababi masalan, shunaqa oddiy narsalarda hali ba'zilar masalan pecha uzat desangiz, gvozdir uzatib yuboradi, shu kabi narsalarda endi hali kulgili voqealar ko'p bo'lib turadi. Zerikmaysiz. Ish mobaynida. Teamworking yaxshi, hali shu connection hamma bilan yaxshi rivojlangan bizda. Shuning uchun hamma xursandchilik bilan ishlaniladi. Hammada hali kulgu nima. Mamnunsiz. Mamnunmiz. Ha, jamoaviy ishlash bizga yaxshi. Hammasidan mamnunmiz. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat sizga katta. Omad tilaymiz. Charchamang. Xo'p, rahmat sizlarga. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.